Elektroniklarda eng ko'p muammo galibcha o'zi yoki galibcha farzandli kuyapti. Nima sababdan? Shu yozuvni asamlikda. Xullas, Tracker Onyx'larda bo'layotgan muammo bularda absolyutno turbina borligi uchun suvni harorati baland yuradi. Yo'q, kelib srazi mashinani tezdagina o'chirib qo'yishyapti. Mashinani ventilyator ishlayotgan holatida endi u suv qaynab turib, galovka bo'ladi. Material alyuminiydan bo'ladi. Sababi shu, faqat liklatga kuydiryapti. Bunga endi biz qilib berayotgan ishlarimiz yuza qismlarini chiroyli qilib shlifovka qilib beryapmiz, tekislab beryapmiz. Shu muammo bilan bu bartaraf bo'lyapti aka. Bartaraf bo'lyapti. Bularda ham bitta faqat galovka qismini biz, blok qismini ham chiroyli qilib aka shlifovka qilishimiz kerak. Keyin absolyutno mana shunaqa original prikladkalar qo'yishimiz kerak, temir prikladkalar qo'yishimiz kerak. Shu bilan muammo bartaraf bo'ladi. Bu galovkalar juda chiroyli ishlangan, juda baquvvat ishlangan. Faqat bo'layotgan narsa mana kamerangizni olib kelsangiz, mashina suv tortib, suv bilan ishlagan xolos. Bu yerda yorug' degan galovkada yorug'larimiz yo'q. Hech qanaqa yorug'i yo'q. Galovka yorilmaydi. Aka, faqat chiroyli qilib yuzalarini tekislab bossak bo'ldi. Motorislarimizga bo'ladigan ehtimol shu bo'ladi xolos aka. Bularda yorug' chiqmaydi. Biz boshqa ko'p devo mashinalarda galibcha ko'p yoviladi. Demak, Elektroniklarda umuman galibcha yovilmaydi. Faqat mashina Mana ketadi xolos. Mana agar so'rab turgan obunachilaringiz bo'lsa, ko'pchilik bizni taniydi. Bu sohada anchalik yildan beri xizmat qilamiz, ishlaymiz aka. Hali yorilgan Onyx Tracker galovka ko'rganimiz yo'q. Bo'lsa, ko'rganimiz yo'q. Rahmat maslahat uchun. Akalar, qanaqangi xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Bu yerda galibcha shilash, protraka qilish, galibcha yovilgan bo'lsa, hatto yama berish xizmatlari ham bor. Mana ko'p turibsizlar. Galibchalar Pavotniki, Lacetti bo'lsa, Tracker va hamma mashinalarga qanaqangi xizmatlar bo'lsa, galibcha blok sohalarida aloqaga chiqib